Good day everybody. Bugungi darsimizda pie chart birgalikda ko'rib chiqamiz. Typical bitta pie chartni oldik. Bu pie chart show boys and girls cultural and leisure activities at one school in 2015. 2015-yildagi o'g'il bolalar va qiz bolalarning madaniy va bo'sh vaqt o'tkazadigan mashg'ulotlarni ko'rsatadigan pie chart ekan. Bitta maktab olingan, qaysi maktabligi aniq aytilmagan. Yaxshi. Doimgidek bizda introduction, overview, details part bor. Introductionda nima qilamiz? Bizga doimgidek paraphrase qilishimiz kerak descriptionni. Description berilgan. IELTS doim shunaqa description beradi. Va buni to'liq tushunganligimizga ishonch hosil qilishimiz kerak. Pie chartni. Boys cultural and leisure activities, girls cultural and leisure activities. There are two separate pie charts. Ikkalasi ajratilgan. E'tibor bering, bu yerda aktivitilar farq qilishi ham mumkin ekan. Qanaqa aktivitilar bor? Basketball, soccer, futbol degani, reading, computer games, skateboarding, listening to music. Lekin qizlarda qaysidir aktivitilar qo'shimcha, mana dancing, o'g'il bolada yo'q u. Dancing, gymnastics, reading, computer games, netball, listening to music. Yaxshi. Umumiy aktivitilar ham bor va o'ziga xos bo'lgan aktivitilar ham bor. Bizga kerak bo'ladigan narsalar nima? Bular 100% tashkil qilishini pie chartda ko'pchilik biladi. Demak, pie chartni alohida bo'lingan sectionlari hammasi yig'ilib 100% tashkil etish kerak. Va o'sha foiz nimani ko'rsatyapti, shunga ham aniqlik kiritib olish kerak. Xo'p, bu foiz o'rtoqlar basketbolning foizimi? Ya'ni 26% basketbol o'yinimi yoki 26% o'g'il bolalarga tegishli foizmi? Ana shuni bilib olish kerak. Bu foiz boys and girls ga tegishli. Ya'ni 26% basketbol ko'rsatilgan bo'lsa, bu degani 26% o'g'il bolalar basketbol o'yinida qatnashgan degani. O'g'il bolalarning 26%, kechirasiz. Soccer 17%, o'g'il bolalarning 17%. Juda yaxshi. Bizga ana shu foiz kerak ekan. Keling, introduction yozib bo'laylik, boshqalar haqida keyin gaplashaveramiz. Introduction, keling introductionni avvalgiday an'anaga ko'ra ikki xil formatda beramiz. Endi har xil paraphrase qilish mumkin. Menga yoqqan strukturalar mana. Misol uchun pie charts boldni o'chirib qo'yaylik. Xo'p, menga masalan illustrates degan so'z yoqardi. Illustrate. Bu yerda pie charts deb yozdik, ikkita pie chart. Shuning uchun illustrate deymiz. Nimani ko'rsatyapti? Avvalambor proportionsni ko'rsatyapti. Proportions yoki percentages desak bo'ladi. Of kim? Boys and girls. Apostrophe s qo'yiladigan bo'lsa, agar ikkita beriladigan bo'lsa, shuni oxirgisiga qo'yiladi. Anddan keyin bilamiz. Boys and girls, cultural, buni o'zgartira olmaymiz, and leisure activities. Boys and girls, keling mana bunday qilamiz. Boys and girls who participated deymiz. Shunda sal aniqroq bo'ladi. Who participated in various, turli xildagi degani, cultural and nima deymiz? Leisure activities deb yozdik. At a particular school. Agar particular degan so'zni ma'nosini bilmagan bo'lsangiz, ma'lum bir degan ma'noni bildirar ekan. At a particular school, yilini yozib qo'yamiz. School in 2015. Bo'ldi. Endi grammatika to'g'rimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Pie charts illustrate the proportions of boys and girls who participate in various cultural and leisure activities at a particular school in 2015. Bo'ldi, menimcha show boys and cultural and leisure activities at yaxshi. Ikkinchi variant qanaqa bo'ladi? Yana men o'zim yoqtirib qo'yadigan strukturam compare degan strukturani juda yoqtirib qo'ylayman. Nima qo'llaymiz? The pie charts, hop, give information deyman. Provide information deylik. Yanada rasmiyroq bo'ladi. Provide information
Yo'q, compare deb yozamiz dediga, uzr. Compare boys and girls ko'pincha bizga kategoriyalar berilgan bo'lsa, ana shularni yozamiz. Boys and girls in terms of deyiladi. Nima nuqtai nazardan? Ularning qatnashishini. In terms of their participation, ot ishlatamiz. Participation in various, yana o'sha bir xil narsa, cultural and leisure activities at a particular school in 2015. Mana ikki xil variantda biz birgalikda paraphrase qilishga harakat qildik. Yaxshi. Davom etamiz. Endi overviewga navbat keldi. Overviewga kelganda bitta narsani biz muhim deb hisoblashimiz kerak. Bu yerda qarang. Qatnashmoq degan so'zimiz bor, to'g'rimi? Qatnashmoq degan so'zimiz bor. Keling, bir ikkita lug'atlar yozamiz. Bizga qanaqa so'zlar kerak? Menga, misol uchun, o'g'il bolalarning shuncha foizi basketbolga qiziqdi, qatnashdi yoki shu bilan band bo'ldi degan so'zlar qiziqtiradi, to'g'rimi? Buni bilishimizdan maqsad overviewda ana shunaqa so'zlarni yozishimiz kerak. Misol uchun, activity nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, birorta activityni yozaman. Qasd yozgani buni o'zgartirish qilsa bo'ladi degani. Basketball misol uchun o'tgan zamonligini hisobga olamiz. Was more popular, agar shunaqa deb yozsak bo'ladi. Popular among boys. Boys yoki girls deb yozish mumkin, to'g'rimi? Yaxshi, bu bitta strukturamiz. Yana boshqacha struktura yozish mumkinmi? Masalan, birorta netball degani bor ekan. Netball was mostly played by the girls yoki boys deyishimiz mumkin ekan. Shunaqa yozishimiz mumkin. Endi ikkalasini qiyoslash nuqtai nazaridan kelyapti, lekin qiyoslamasdan ham yozishimiz mumkin. Misol uchun, hozir bu umumiyroq gaplar bo'lyapti, overviewga kelishadigan gaplar. Keling, foiz bilan yozamiz. Misol uchun, X% of boys, shunaqa deb yozish mumkin. Qatnashdi. Take part bilan participate ni olishim mumkin. Take part in qanaqadir sport turini yozaman yoki birorta o'yin bo'lsa, masalan, soccer games deb ketaman. Yaxshi. Participate deb oldim, endi boshqacha variantdan foydalanishim mumkin. Misol uchun, percent of girls, farqi yo'q, boys bo'ladimi, girls bo'ladimi? Participated deyishim mumkin. U endi bizga yangilik bo'lmadi. In deymanda birorta nimani yozaman? Dancing deyman. Bo'ldi. Hozirgacha 4 ta struktura yozdim. Yana davom etishim mumkin. Misol uchun, foizini yozaman yana. Percent of boys were interested in. To'g'rimi? Qiziqdi deyishim mumkinmi? Interested in deb birorta nimani yozish mumkin? Basketball deb. Yoki yana boshqacha, oxirgisi mayli. So'zga to'ldirib tashlaymiz-ku, to'g'rimi? Shunaqa so'zlarni biz foydalanishga harakat qilamiz birgalikda. Of girls showed a strong, kuchli qiziqish nima degani? Strong preference deyishimiz mumkin. Strong preference for deymanda baseball deyman. Misol, baseball berilmagan bo'lsa ham. Qarang, mana shu hozirgina yozgan gaplarim menga butun bir overviewda ham, xohlasam detail qismida ham yordam berishi mumkin. Birinchi yozishdan oldin qanaqa chart bo'lishidan qat'iy nazar language ni o'ylab qo'yish kerak. Language degani bu oshdi, kamaydi qiyoslash emas, qanaqadir katta kichkina deyishda emas.
qaysi topik berilgan bo'lsa, ana shunga doir lug'atlarni ishlata olamizmi yo'qmi, shunga ishonch hosil qilib olishimiz kerak. Xo'p, overviewga qaraymiz. Noticeable features deymiz. Xo'p, boys, girls. Bizga eng ko'p mashhur bo'lganlari. O'g'il bolalar ko'proq qaysi leisure activity, cultural activity qiziqqan va qizlarda qanday bo'lgan? Misol uchun bizda foiz clearly ko'rinib turibdi. 34 ga 26 basketbol bilan computer games ekan. Yaxshi. Qizlarda qanaqa? Reading 21 u 27. Boshqalar sal kichikroq ekan. Bo'ldi. Shunaqa desak bo'lmaydi. Misol uchun o'g'il bolalar computer games bilan beyzbolga ko'proq qiziqqan bo'lsa, qiz bolalar ko'proq dancing bilan readingga yoki yanada kuchliroq birorta analitik fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa deyishimiz mumkin. O'g'il bolalar ko'proq sport va computer gamega qiziqqan bo'lsa, qizlar ko'proq artistic degani san'at sohasiga nima kiradi? Dancing, singing, drawing, dancing kiradi. Computer games, reading, recreationalga kiradi. Misol uchun umumiyroq shunaqa yozib qo'yishimiz mumkin. Keling, oddiy variantdan foydalanamiz. Xo'p, overall bizga bold variant kerak emas, oddiy variant yozaveramiz. Overall, it's clear that shunisi aniqki, nimasi aniq? Boys were mainly asosan nimaga qiziqqan? Ana shuni yozamiz. Men hozir mainly degan so'zni qo'yapman misol uchun, lekin bu yerga yozmagandim. Mainly interested in basketball, aniq raqam yozmayman, and computer games. Va qiyoslashni o'tgan safar bilib olgandik, while degan so'z ishlataman. Mana shu joyga virgul bo'ladi. While girls showed, menga yoqqan so'z. Mana bu diagrammani pastki qismida yozgan so'zlarimizdan foydalana qolamiz. Showed a strong preference for nimaga? Ikkita activity, dancing. Kechasi o'rtoqlar, men hali ham tez yozishga, klaviaturaga qaramasdan yozishga ko'nika olmadim. Bu ikkinchi darsimiz, balkim 3-4-da ko'nib ketarman. Balkim sizlarda qanaqadir maslahat bo'lsa, menga beringlar. Ko'proq klaviaturaga qaramasdan tezroq yozish uchun nima qilish kerak? Preference for dancing and reading. Bo'ldi, shu bilan tamom. Yana nima qo'shish mumkin overviewga, o'rtoqlar? Overview uchun ba'zi aktivitelar ko'proq gender specificligini aytish mumkin. Masalan, dancing ko'proq qizlar o'rtasida, basketbol ko'proq o'g'il bolalar o'rtasida berilgan. Mayli, ularni aytmaymiz. Shusiz ham overviewimiz bemalol yaxshi ball olishga yetib ortadi. Body one, endi guruhlash haqida gaplashsak. Biz ko'pincha overviewni yozib bo'lgandan keyin guruhlash haqida bosh qotiramiz, to'g'rimi? Nima guruhlash? Ya'ni berilgan ma'lumotlarni shunaqangi yozishimiz kerakki, ular mantiqiy bir-biri bilan bog'lansin. Misol uchun, o'g'il bolalarni birinchi yozib, keyin qiz bolalarni yozish mumkin yoki ikkalasi uchun umumiy bo'lgan aktivitelarni yozish mumkin. Agar aktivitelar ba'zilari farq qilishini hisobga olsak, o'g'il bolalar va qiz bolalarni alohida paragraflarga olganimiz ma'qulroq. Eng safe usul. Keling, o'g'il boladan boshlaymiz bo'lmasa. With regards, menga bog'lovchi kerak, doim bog'lovchini yozaman. With regards to boys, the boys deymiz, chunki ma'lum bir fokus ostida turibdi boys. Birinchi nima yoziladi? Eng balanddan boshlaymiz. Bilasizmi, ranked first degan struktura bor, menga juda ham yoqadi. 34% dan boshlaymiz. Computer games ranked first with necha foiz bilan? 34% bilan ekan, first. Hop, of the total. Hop, umumiy miqdorning 34% ni tashkil qildi deyman. Total proportion of, mayli, total tursin. Virgul followed by deyman
va uni davomidan nima kelyapti? Uni davomidan 26% bor ekan. Followed by basketball. Aytaman, uni percentage qancha? Whose percentage being necha? 26%. Just over a quarter deyishim mumkin. Ya'ni o'sha bilasizmi? 100% 4 ga bo'lsa 25% bo'ladi. 26 just over a quarter. Just over a quarter. Yaxshi. Endi ikkita ketdi, uchinchilardan navbat kelyapti. Soccer bilan boshqasi. Yo'q, soccerni o'zini yozaman. Listening to music bilan skateboarding o'rtasida juda kam farq bor ekan. Soccer. Soccer, on the other hand, boshqacha strukturadan foydalanaylik. Was common among kimlar necha foiz bolalar o'rtasida? Among 17% of the boys. Xo'p, aytaman. Boys, while a very small share, hozir sizga bu tomon ko'rinmay qolishi mumkin. Tomonga olib qo'yamiz buni. Yaxshi. Small share nimaga tegishli? Reading yozib yuboramiz. Belong to reading. Shu bilan uni 2% ni yozmadim. Yaxshi. Very small share deymanda aniq raqamini 2% deb qarshida berib ketsam bo'lar ekan. Va shu bilan tamom. Belong to reading. Bo'ldi. Va bizga bitta qoldi o'rtoqlar. Listening to music bilan skateboarding. Ularga men o'rtasida juda ham kam farq deb yozmoqchiman. Very slight difference. There was a slight difference between deyman the shares of nimada? Listening to music and qaysilari? Skateboarding, boarding. Hop, at deymanda birinchi listening to music yozganim uchun 10% and 11%. Bitta so'z o'rgataman, menimcha ko'pchilik biladi, respectively. Ya'ni matematika o'qiganlar uchun tanish mos ravishda degani. Misol uchun 10% mana shu yerda ko'k bilan belgilaylik. Listening to musicga tegishli, birinchi listening to music aytilgan bo'lsa, misol uchun 11% ikkinchi aytilgan narsaga tegishli. Buni yashil bilan belgilab qo'ying. Misol uchun u skateboardingga tegishli ekan. Ana ko'rib turganingizdek, listening to music 10, skateboarding 11. Shu bilan bizga aniq bo'lib qoldi. Yaxshi. Ikkinchi body paragrafga o'tamiz. Body 2 bu girls haqida gap ketadi. Yaxshi. Bizga bog'lovchi kerak. Bog'lovchimiz mana bunaqa. When it comes to degan so'z bor edi. When it comes to demak, when it comes to the girls deb yozaman. When it comes to the girls. When it comes to the girls. Xo'p, birinchi qaysidan boshlaganimiz ma'qul? Nima deysiz? Girls eng yuqori foizdan boshlaymiz albatta. Dancing ekan. Xo'p, dancing was the most popular desam bo'ladimi? Eng mashhuri bo'lganda chunki most popular activity among them, ya'ni ular orasida demoqchiman. Ular orasida mana shunaqa bo'lgan, among them. Va davomidan qaysi turibdi? 21% da reading turibdi. Whereas reading,
Xo'p, ranked first degan so'zimiz bor. Bu yerga aytishim mumkin. Was the second on the list. O'sha listda ikkinchi o'rinda turgandi. Necha foiz bilan? Was the second on the list degan so'zni ishlatdim men. 21% bilan turibdi. Bo'ldi. Yaxshi. Demak, eng dancing bilan readingni o'rtasida ozgina farq bor ekan-u, lekin 27-21 mayli. Mana shunaqa struktura qo'lladik. Whereas, while ikkalasi bir-biriga o'xshash bo'lgan phraslar hisoblanadi. Yaxshi. Endi davom etamiz. Keyingi 16 va 15 o'rtasida juda ham yaqinlik bor ekan, xuddi shunga o'xshab netball and computer games. Xo'p. Netball and computer games shared almost the same. Deyarli bir xil deganda. The same percentages. Deymanda at deb yozib qo'yamiz. 15 and 16% respectively. Yaxshi. Xo'p, respectively shu yerga nuqta qo'yamizmi? Yo'q, davom etamiz. Keyin qaysilar turibdi? Gymnastics bilan listening ham bor ekan. Mana bunaqa deymiz. Which was also the case. O'sha so'zni bilasizmi? Bularda ham shunaqa degani. For the remaining two. Bu gymnastics bilan listening to music ekan, ha? Two activities. At deymanda activities, namely Xo'p, at deb raqamini yozib xavfsizga yozamiz. Keling, shunaqa qilamiz. 11% deymanda gymnastics deb yozaman. Gymnastics and 10% va qavschiga yozsak listening to music ekan. Listening to music. Asosiy e'tibor qiladigan narsangiz pie chart yoki umuman boshqa qaysi diagram berishdan qat'iy nazar, uni ichidagi bitta kichkina ma'lumotchasini har xil uslubda ta'riflashni bir ko'rib olish kerak. Misol uchun bizning misolimizda mana diagramning tagida 3 ta 4 tasini yozib qo'ydim. Ana shular menga asqotdi. To'g'ri, qo'shimcha boshqa struktura ham keldi. Xotiramda bor ekan, o'shalarni yozdim. Lekin agarda menda yanada ko'proq research qilish vaqt bo'lsa, bularni research qilsam, ana shularni ko'rib chiqqan bo'lardim. Demak, grammatika nuqtai nazaridan qiyoslash, comparison structurelarni bir yanada boyitish kerak va lug'at nuqtai nazaridan yanada izlab ko'rish kerak. Xo'sh, men qaysi qismlarni ko'zdan qochirdim? Zo'r reportdan yanada zo'r reportlar chiqaveradi, lekin buguncha mana shular. Menimcha sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Xuddi shunga o'xshagan bitta pie chart tashlab qo'yaman. Uyga ham o'zi uydasiz. Ko'pchilik buni onlayn tomosha qilyapti. Ana shu bundan tashqari ham qo'shimcha vazifa qilishga harakat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingisida ko'rishguncha.